Hamyurtlar hammaga assalomu alaykum. Biz Xudo xolasa navbatdagi ko'mir qatyoldiqdan xonadonimizga keldik. Bu xonadonimiz Hamyurtlar Yangi bozor, Shavot Urganch yo'lini Yangi bozor Persiz deb aytiladi ekan bir o'rnak ko'chasi 8-uyga keldik. Bu xonadonimiz bizga bir 15 kundan murojaat etdi. Bugun bitirib topshirdi. Bu xonadonimizga novki ketgan bo'lsa hamma ishlarni o'zlarimiz bilan keldik Hamyurtlar. Görüp turganlarınızda zamonaviy batareyadan 150 dana qorga gitti. 25'lik turba 95 metre, 20'lik turba 35 metre, 32'lik turba 30 metre. Mo'raliq turbalar, katyol batareya hamma narsalarini Xudo xolasa chiroylatib ustunib ketib berdik. Katyolumuzu shinekli katyol qo'yib berdik. Ishlashi sifati dumzo'r Hamyurtlar. Hozir yanlışlarni ham ko'rsatib o'taman. Şu videoni ko'rib yurtdoshlarimiz asosiy like bilan podpiskalaringizni ayamanglar. Ko'rib turganlaringizdan Rashid Ilbaqda uyini ichanına qo'yib, taxlab berdik yana. Batareyalarni qo'yib berdik. Yana har bir xonaga chiroylatib ustunib ketib berganmiz Hamyurtlar. Hozirgi momentda samotyok sistemada ishlab turibdi. Hozirgi momentda samotyok sistemadan ishlashi sifati dumzo'r. Görüp turganlarınızdan dalanı, gedalan boğana 3 tane batareya koyup verdik. 3 tane batareyanın 20 korgadan 60 korga koyup verdik dalanının özüne. Indi sizlere esası hemen kızıktıradigan katyola geldi. Katyolumuzu işleşi sıfatı zor Hamyurtlar. Yine hazır 3 holatinde indi yine yaksa nişetip yanadı Hamyurtlar. Gradus yine 60 gradusda durdu. En azı yak verdim Hamyurtlar. Yine yandı. Gitti yine. Yanışını ham gösterip ötsem sizlere. Yine hazır bu yine azı kömür itelemegen holatında yanıp başlagan Hamyurtlar. Endi hazır kömür itelegen vaqtini sizlere gösterip ötaman yanışını. Yine Hamyurtlar yine kömür iteledi, yine ucu yanıp başladı. Yine hazır ikinci kömür itelep yanıp başlagan vaqtini ham ko'rsatib o'taman Hamyurtlar. Yine götürsüle doğru turbağa vurup zatonini yanıp epik berib turibdi. Xudo xolasa kime shuningdek xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qo'yamiz, bog'lanaverasizlar. Şu videonu görüp yurtdoshlarimiz like bilan podpiskalaringizni qo'yinglar. Yine katyolumuzun yanışı, yine pese külünün düşüşü Hamyurtlar. Külen akkuratlı bo'lib, mesela hammasi yanıp tushibdi. Yurtdoshlarimizdin shuni bilan bu uydagi ishlarimiz ham o'z yakununa yetdi. Kime xizmatlarimiz kerak bo'lsa, Xudo xolasa pastda nomerlarimizni qo'yamiz. Bog'lanaverasizlar nasib etsa. Bu uyga 10 yere batareya qo'yildi. Общий katyol bilan 12 tochka bo'ldi. Bu degani Hamyurtlar общий montaj 40 milyon 550 ming so'm bo'ldi. Общий montaj 40 milyon 550 ming so'm pul bo'ldi Hamyurtlar. Xudo xolasa uyning egasini o'zini ko'na turbalarini, batareyalarni ishlatib berishimiz kerak edi. Bizning planda, lekin uyning egasi ishlatib bermadi edi. U vaqtda 30 millionga gaplashib edik Hamyurtlar. Endi hozir hammasini tozadan qo'ygani uchun 40 milyon 550 ming so'm pul chiqdi. Yine namiz ham hozir 60 gradusda Xudo xolasa bir yaqqanimiz ham 1 minut bo'lib bordi. Yine katyolumuzun yanışı. Şuna bilan bu uydagi ishlarimiz ham o'z yakununa yetdi Xudo xolasa. Kime xizmatlarimiz memnun bo'lsa, bizning xizmatimiz Xorazm viloyati Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Hammaga rahmat.